Kompetensiyani rivojlantirish institutida o'qish uchun murojaat yuborib, shartnomangiz tasdiqlangan bo'lsa va o'qish uchun to'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, ushbu qo'llanma siz uchun. Faoliyat olib borayotgan tashkilotingiz emas, shaxsan o'zingiz o'qish uchun to'lamoqchi bo'lsangiz, telefon raqamingiz bilan tizimga kirasiz. Sizni murojaatingiz kabinetingizda turgan bo'ladi. Siz ko'rib turgan videoda o'qimoqchi bo'lgan shaxs ommaviy ofertasini qabul qilmagan. Tizimdan to'laqonli foydalanish uchun albatta ommaviy ofertani tasdiqlash kerak. Ommaviy oferta tugmasini bosasiz, ofertani o'qib chiqib, qabul qilish tugmasini bossangiz kifoya. Shunda amallar oynasi paydo bo'ladi. O'zim to'layman degan jumlani tanlaysiz, shartnoma ko'rinadi. Shartnomani o'qib chiqib, qabul qilish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Telefoningizga SMS kelganidan so'ng, SMSdagi maxfiy kodni kiritasiz va jo'natish tugmasini bosasiz. Shunda to'lov qilish tugmasi paydo bo'ladi. Uni bosasiz, to'laganingiz to'g'risidagi chekni o'zingizda PDF formatda fayl qilib saqlab qo'ygan bo'lsangiz, uni tanlaysiz. Jo'natishni bosib, ko'rib turganingizdek holat to'lov qilindiga o'zgaradi.